أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 14. Sure İbrahim Mekke'de nazil bo'lgan 52 oyat. Nayt şefqatlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif Lam Ra. Bu Kur'an şundaq kitaptırki, ey Muhammed, onu sana kişilerin Perverdigarının izni bilan qarang'uliqdan, yani küfrdan yo'g'riqlikqa, yani imanға chiqarishing uchun g'olib, madihlangan Allohning yo'liga boshlashing uchun nazil qildik. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Qattiq azobdan kofirlarga voy. Ular bu dunyoni oxiratdan ortiq ko'radi. Kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan to'sidi. Allohning yo'lining agir bo'lishini tilaydi. Ular haqdan yiroq bo'lgan gumrohlikdadir. Qandaqlı bir payg'ambarni avatayli, onu biz o'z qavmiga Allohning shariatini bayon qilish uchun faqat o'z qavmining tili bilan so'zlaydigan qilib avatdik. Allah xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Biz Musoni mo'jizlarimiz bilan haqiqatan payg'ambar qilib avatdik. Uningga dedikki, qavmingni qorong'ulikdan yo'rg'ulikqa chiqargin. Ularga Allohning ne'matlarini eslatgin. Buningda baloga sabr qiluvchi, ne'matga shukr qiluvchi har bir banda uchun albatta nurg'un ibratlar bor. Musa o'z vaqtida o'z qavmiga Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Allah o'z vaqtida sizlarni Fir'avn qavmidan qutqizdi. Ular sizlarni qattiq qiynaydi, o'g'illaringlarni bo'g'izlaydi, xotin kishilaringlarni xizmat qildirishga qoldiratdi. Buningda Parvardigoringlar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi dedi. O'z vaqtida Parvardigoringlar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar kufrni ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bekmi qattiq bo'ladi deb jakoladi. Musa o'z qavmiga, agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchisiz yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madihlashga loyiqdir dedi. Sizlardan ilgari o'tgan Nuh, Ad va Samud qavmlarining va ulardan keyin kelgan sadini faqat Alloh biladigan ummatlarning xabari sizlarga yetmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizlar bilan keldi. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning og'izlariga ishorat qilib, biz sizlarning payg'ambarliginglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishga haqiqatan zo'r gumondimiz dedi. Payg'ambarlari osmonlarni va zaminni yaratuvchi Allohning birligida shak bormi? Allah gunohlaringlarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga chaqirdi. Sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajlinglar yetguncha ta'xir qiladi dedi. Ular sizlar faqat bizga o'xshash inson, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lyapsizlar. Rostliginglar uchun bizga aniq pokit ko'rsatinglar dedi. Payg'ambarlar ularga biz faqat sizlarga o'xshash insonmiz, lekin Alloh bandalaridan xohlagan kishilarga payg'ambarlikni marhamat qiladi. Allohning iznisiz sizlarga hech qanday pokit ko'rsatmaymiz. Mu'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin, ya'ni hamma ishlarni Allohga topshirsin. Allah bizni Allohni taniydigan yo'llarimizga yetaklagan tursa, nimishqa Allohga tavakkul qilmayli? Bizga yetkazgan arziyatlaringlarga albatta sabr qilamiz. Tavakkul qiluvchilar faqat Allohga tavakkul qilsin dedi. Kofirlar payg'ambarlariga sizlarni zaminimizdan cho'qim haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Parvardigori mundaq vahiy qildi. Zolimlarni cho'qim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Bu ya'ni g'alba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Payg'ambarlar Allohdan madad tiladi. Har bir uchiga chiqqan tarsa, shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gardankashlik qilib, haqiqatdan bosh tortquvchi halok bo'ldi. Uning oldida jahannam turadi. Jahannamda o yerin aralash suv bilan sug'uriladi. Uning ochiqligidan uni yutumlab ichib taslikda yutadi. O'lim uni qo'rshib oladi. Lekin u hargiz o'lmaydi. Shuningdan keyin texmo qattiq azobga duchor bo'ladi. Parvardigorni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol uchirib ketgan bir dovuk kulga o'xshaydi. Kofirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun ozroq savobga erishamaydi. Bu cho'nqur ezishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. Osmonlarni va zaminni Allohning haq asosida yaratganligini, ya'ni bekor yaratmaganligini ko'rmadingmi? Agar Alloh xolasa, ey insonlar, sizlarni yo'q qilib etib, o'rningizga sizlardan yaxshi yangi odamlarni yaratdi. Bu Allohga qiyin emas.
Ular yana xaloyiqlarning hammasi qiyomat kuni qabrlardan chiqib Allohga muloqot bo'ladi. Ojizlari, ya'ni agashguvchilari mutakabbirlariga, ya'ni agashtirguvchilarga shubhisizki biz sizlarning agashguvchinglar edik. Sizlar bizga bo'layotgan Allohning azobidan azroq tabiy qila olamsizlar deydi. Ular Alloh bizni hidoyat qilgan bo'lsa edi, biz albatta sizlarni hidoyat qilatdik. Biz mayli nola faryod qilayli, mayli savr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q deydi. Ish bitganda shayton Alloh haqiqatan sizlarga itoat qiluvchini mukofotlash, osiylik qiluvchini jazolashdan iborat ras va'dini qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga zo'rlig'idek hukmronligim bo'lgani yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikka da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar, shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqizolmayman. Sizlar menga yordam berib, meni qutqizolmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganliginglarni e'tirof qilmayman. Shubhisizki zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi deydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorining izni bilan ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradi. O jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom beradi. Allohning bundoq bir tamsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kalima tayyiba, ya'ni yaxshi so'z, iymon kalimasi, yiltizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan, Parvardigoringning izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Alloh kishilarga vaz nasihat olsin deb ularga nurg'un tamsillarni keltiradi. Yomon so'z, ya'ni kufr kalimasi, zamindan qo'mirib tashlangan, hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Alloh mu'minlarni mustahkam iymon bilan dunyo va oxiratda mahkam turg'izadi. Alloh zolimlarni gumroh qiladi. Alloh xolig'ini qiladi. Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halokat mavqasi jahannamdirki, ular jahannamga kiradi. U nima degan yomon joy? Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Allohga nurg'un sheriklarni paydo qilib oldi. Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'linglar, shubhisizki sizlarning boradigan joyinglar do'zaxdir degan. Mu'min bandalarimga aytqinki, ular namozni ado qilsin. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yo'shirin va oshkora yo'sinda sadaqa qilsin. Alloh osmonlarni va zaminni yaratdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Yomg'ir suvi bilan sizlarga rizq, nurg'un mevalarni o'stirib berdi. Alloh sizlarga o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan kemalarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. Alloh sizlarga so'rgan narsalaringlarning hammasini berdi. Sizlar Allohning ne'matlarini sanab tugatolmaysizlar. Inson shak shubhisizki zulm qilg'uchidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qilg'uchidir. O'z vaqtida Ibrohim aytdi: Parvardigorim, bu joyni, ya'ni Makkani tinish joy qilib bergin. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. Parvardigorim, ular ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Ya'ni nurg'un kishilarning ezishiga sababchi bo'ldi. Kimki menga agashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. Parvardigorimiz, avlodimning bir qismini namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin deb sening hurmatli uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rlashtirdim. Parvardigorimiz, bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin. Ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergin. Parvardigorimiz, sen bizning yoshirin va oshkor qilganlarimizni bilib tursan. Osmon zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. Jimi hamd sana yashang'inimda menga Ismoil bilan Ishoqni bergan Allohga xosdir. Parvardigorim, haqiqatan duoni anglab turg'uchidir. Ya'ni duo qilg'uchining duosini ijobat qilg'uchidir. Parvardigorim meni va bir qism avlodimni namozni ado qiluvchi qilgin. Parvardigorimiz,
duoyimizni qabul qilgan. Parvardigorimiz hisob oladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgan. Zolimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagan. Alloh ularni jazolashni, ya'ni shu kunning dashtidan ko'zlar chekchiyib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Bu kunda ular boshlarini ko'tarib, olg'a qarab chopadi. Ko'zlari ichilib qoladi. Tangir qolganlikdan dillari aql idrokdan xoli bo'lib qoladi. Ey Muhammad, kishilarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. Bu kunda zolimlar, Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergin, ya'ni dunyoga qaytirgan, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga ergishayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyiladi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi. Ularni qanday jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mu'minlarga mikr ishlatdi. Ularning mikri tog'ni o'rvatgidek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mikrini barbod qiladi. Allohni payg'ambarlarga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamagan. Alloh haqiqatan g'olibdir. Do'stlari uchun dushmanlaridan intiqom olguchidir. O kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga aylanadi. Ular yana butun xaloyiq qabrlardan chiqib, yigona, qudratlik Allohning dargohida, ya'ni mashargohda hozir bo'ladi. Ey Muhammad, o kunda gunohkorlarni, ya'ni kuffarlarni zanjirlar bilan bir-biriga chetilib bog'langan holda ko'rasan. Ularning ko'ngliga qaramaydan bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. Allah har kishining qilmishiga qarab shundoq jazo beradi. Allah albatta tez hisob olg'uchidir. Kishilarning ogohlantirishi, Allohning bir ekanligini bilishlari, aql egalarining vaz-nasihat elishlari uchun bu Qur'on tabliqdir, ya'ni kishilarga tabliq qilish uchun nozil qilindi.